Bugun biz o'zimizni Kolizeydagiday his qilamiz deb umid qilaman. Ikki jamoa gladiatorlari esa maydonda. Ikki jamoa ham asosiy tarkibi, asosiy o'yinchilari va asosiy playmakerlari, wingerlari, himoyachilari va eng muhimi darvozabonlariga ham ega. O'yinni qanday pallada davom etishini bilishimiz mumkin, ammo avvalambor o'yinni boshlanishini, hakamning hushtaga chalinishini ko'rib olishimiz kerak. Hakamning hushtaga chalindi, o'yinga start berildi. To'p Mayskulda. Yaxshi hozir talashib oxirigacha bormoqda, pressingda zarba. Sobirovda Sheraliyev chap qanotda bir o'yin aldamoqchi bo'ldi. Hozir pressingni ishlab to'pni olib qo'yish harakat qilgan chap qanotda o'tchi mumkin zarba. Ajoyib sev darvozabondan hozir. O'zining birinchi o'yinda ko'rsatgani kabi sevimli chap zarba uzoq masofadan. Darvozabondan xotirjamlik sev ko'rdik albatta. Endi Jahon to'pga kelib, cho'nchi orasida bo'lishi mumkin. Derbi ishlarga zarba beradi. Pas Sherigiga, Bezod Jo'rayev, Sheraliyev zarba. Sherigiga bordi. Qanday hozir to'pga chiqqan edi Jahonali, xavfli. Darvozabon xotirjam, Bezod Jo'rayev to'p bilan 9 zonasida o'zarlab o'tib bir o'yinchini ichkarida Sherik Jahonali. Jahonali o'zi bormoqda zarba. To'p maydonda. To'p ketdi. Maşallah. Yaxshi faollik ko'rsatdi birinchidan. Zarba hozir qanday bo'lgan edi? Darvozabon yana sovuqqonlik bilan to'pni egallab oldi. Ichkariga to'g'ridan to'g'ri pas Qulov. Hozir to'pga kontakt bo'ldimi yo'qmi? Hozir darvozabon Qulov to'pni yetkazdi va pas bo'lmadi unga. Hop, yana Nurulloh Sobirov bilan Abdusalimov taraf etdi pas. Yo'q, to'p o'tib ketmoqda. Hozir Saloyning o'zi ichkariga o'tgan Xonov zarba gol! Gol! O'yin qismat pallada Saloyning Xonov, Mayskur. Bu vaziyat albatta foul deb baholanadi. Hamidjonovga nisbatan albatta qoida buzilgan edi. Sheraliyevga nisbatan ogohlantirish jarima belgilandi. Bizda chap qanotda zarba ko'ramiz to'g'ri-to'g'ri Sherigiga qolishga qaror qildi. Hozir ikki Sherig adashtirib qo'yishmoqda. Abdusalimov oldinga chiqadi zarba. Yana darvoza tiramoqda hozir. Ikki marta bugun darvoza tiragan. Hozir darvoza bor qanday o'yinga chiqib ketgan edi. Bo'lgan degan fikrni berib o'tgan edi. Hozir qanday? Yana bu vaziyatda hozir pas va golchiga tekkan vaziyatni ko'rdik. Albatta vaziyatda hech qanday hisob bo'lmadi. Hisobga noto'g'ri. Hozir Abdusalimov qanday yetkazib bergan Ismoil Sheraliyev bilan jamoalarning hujumlari tezligi va tempni balandligi bizga bir gapni yakunlashga ham imkon bermayapti. Zarba hozir Ismoilda. Mamatqulov. O'zi qanday chiqib ketdi ichkariga ham Hamidjonov zarba berdi. Zarba berdi. Behruz Hamidjonov MVP. Ikkinchi o'yinda ham o'z nomini aytmoqda. Tomondan raqib qaboqladi. Abdusalimov nega o'yinchilar ochiq qoldirishmoqda? Mana yana to'p o'tishi mumkin edi vaziyatda. Yana Mamatqulov qanotdan ichkariga borish kerak albatta. Abdusalimov. Qanday vaziyat xavfli. Jo'rayev hozir gol urib qo'yishi mumkin edi. Hamidjonov to'pga chiqadi, to'pni to'xtatib qoldi. Hozir Sherigi bor. Ko'rdi u Sherigini. Yetkazib bermoqda ortga qismga zarba. Orqaga bo'ldi. Zo'r. Darvozabon ojiz qolmoqda. Jahonali. Egrify Mayskull hisobliklashdi. Yoki bundan oldin tashlashdi vaziyatda. Ruh juda muhim bo'ldi hozir Hamidjonov dubl. Hamidjonovdan dubl ko'rmoqda. Sheraliyev to'p bilan o'ng qanotda hozir qanday talashi to'pga zarba. Gol darvozaboni Saloydan. Qanixonov o'zi Sherigini ko'rmoqda qanotda Yo'lsan oldinga chiqadi. Hozir qo'ymoqda Jo'rayev bo'daki bo'lsa, bir darvozabon bilan zarba Jo'rayev to'p. Gol tomoshabinlar ham xursand qanday gol Bezod Jo'rayev. Bezod Jo'rayev hisobni yana yakunlashtirdi. Darhol maydonga kiritib yubordi Mayskull. Tushgan hozir u kuchga to'la ancha Otabek. Bizda Bezod Jo'rayev qanotdan Nurullohni ko'rdi. Sobirov o'zi kirib boradimi yoki Sherigi bilan o'ynadimi albatta. Bizda markazda Ismoil Sheraliyev ikkinchi qismni nazorat qilmoqda. Qanday pas o'tkazdi hozir? Qanday pas? Familiya. Italyanchada Bella deb ta'riflanadigan gol. Mana gol bo'lib turibdi. Uydacha o'qib qolgan. Otabekmi ortiq gol yo'qligini ishdan ketib qaytgani meni aytib ko'radi. Gol o'yinda kim maqtadi?